bergan edik. Bugun sizlarga aqlvoy kitobini bersam, o'zingizga qolgan narsalar tayyorlasanglar, birgalikda tayyorlaymiz. Hammanglar rozimisizlar? Tanlaysizlarmi? Yordam berasizlarmi menga tanlashga? Qani ketdik bo'lmasam. Nima ekan? Voy, baluli kotlet. Baluli kotlet tayyorlaymizmi? Voy, xo'p. Bo'lsa qani ketdik. Bolajonlar, mana hammanglar oshxonaga tushib oldinglar. Bugun sizlar tanlagan kotletni qanaqa baludan bo'lishini sizlarga tanishtirmoqchiman. Bugungi baluli kotletimiz yo'q, sazan emas, topolmadinglar. Yana aytinglarchi, qaysi balu bu? Blassendagi, to'g'ri, lekin nima balu? Sazanmi, yig'on balu? Mitay balig'i, to'g'ri topdi. Mitay balig'i, sizlarga shu mitay baludan biz kotlet qilib beramiz. Kotlet yoqadimi? Yeb olasizlarmi? Bolajonlar, hozir sizlarga mitay balig'idan qanaqa kotlet qilishni tayyorlanishni o'ziga o'rgataman. Sizlar qarab turinglar, buning tichlarini tozalab olib, baluni foydali taraflarini bilasizlarmi? Balu go'shti, bu haqiqiy dengiz balig'i, mitay balig'i. Balu miyani rivojlantiradi. Omega 3, vitamin A, oqsil. Baliq go'shti nimaga foydaligi sizlar bilasizlarmi? Nimalarga foyda baliq go'shti? Ko'zimizga foyda. Ko'zingizga foyda, o'sishingizga, to'qimalari mustahkamlashtiradi, to'g'rimi? Bolajonlar, mana balimizni tozalab oldik. Endi kotletimizga kerakli masalalarni sizlarga aytib o'taman. Baliq go'shti, non, piyoz, chesnok, tuz va yog' solamiz. Hammasini mikrovga qolamiz. Keyin birgalikda kotlet yasaymiz. Rozimisizlar? Qarashib olasizlarmi menga? Barakalla. I wake up with the sun in my eyes, smiling wide at the morning skies. Every bird and butterfly whispers secrets passing by. This little world is big to me, full of wonders. Mana ko'rdinglarmi? Ko'ryapsizlarmi? Do'q ustini qilibsizlar. Chiroyli qilib yasaymiz. Xo'p, bolalar? Chiroyli nimaga paloq qiling? Ana. Tekis qilib chetlarni chiroyli qilib, dum-dumaloq qilib. I wake up with the sun in my eyes, smiling wide at the morning skies. Every bird and butterfly whispers secrets passing by. This little world is big to me, full of wonders, come and see. Hop and giggle, dance around, make believe on magic ground. Hey yo, let's explore new surprises at each door. Bolajonlar, hozir sizlarga kotlet yasab olguninglarcha baluni foydali tomonlarini aytib o'tmoqchiman. Balu go'shtini yesanglar, kotletini yoki qovurilganini yesanglar, balu go'shtida rosa vitaminlar ko'p. Bugun sizlarga aytib o'taman ki, har doim biz balu pishirib berganimizda, uylarda balu bo'lganda qoldirmasdan yeb qo'yinglar, xo'pmi? Balu go'shtida kollagen, omega 3, vitamin, oqsil, kalsiy bo'ladi. Badanlarni suyuqlarni mustahkamlashtiradi. Miyani o'sishida foydali taraflari juda katta. Xo'pmi? Hozir kotletimizni pishirganimizda hammanglar yeb qo'yinglar. Agar yeb qo'ysanglar, to'qiminglar mustahkam bo'ladi, ko'z nuri yaxshilanadi. Yurak qon tomirlarida qon yaxshi aylanadi, xo'pmi? Uylarga borganda ham buvijoninglar, dodajoninglar, oyinglar
Nima tayyorladinglar bugun deysa, biz o'zimiz baliq go'shtidan kotlet tayyorlashni iltimos qildik, oshpazimizdan tayyorlab berdilar deb aytasizlarmi? Birgalikda tayyorlaganimizni. Nima baliqdan tayyorladinglar deysa, haqiqiy, tabiiy dengiz suvlarida yurgan mitay baliqdan tayyorladi deb aytinglar, xo'pmi? Bugungi sizlarga qilayotgan go'shtni boya hammasidan tanishib chiqdik. Mitay balig'idan tayyorlandi, to'g'rimi? O'zi bog'chada sizlarga 2 marta, haftada 2 marta, 1 martalab kotlet beramiz-ku. Yoqadimi? Yeb qo'yasizlarmi har doim? Ko'p qilaylikmi? Zo'r chiqadimi? I wake up with the sun in my eyes, smiling wide at the morning skies. Every bird and butterfly whispers secrets passing by. This little world is big to me. Mana bolajonlar, sizlar bilan birga tayyorlagan baliq kotletimiz pishib chiqdi. Bolajonlar, birga tayyorlagan baliq kotletimiz yoqdimi sizlarga?